2021-yilga qaytsak, Barselonaning sport direktori bo'lding. Faoliyating cho'qqisidasan, ammo sen kelganingdan bir oy o'tib Messi jamoani tark etadi. Yo'q, aslida u men kelishimdan bir oy oldin ketgandi. Meni bunga aralashtirmanglar. Messidan keyingi Barselona haqida gapirib ber. Laporta kelganida Messi ketishi endi vaqt masalasi ekanini bilardim. Biz moliyaviy fair play tufayli deyarli yangi futbolchilar ola olmasdik. Juda og'ir davr edi. Bizga Wenger kerak edi va Rafinha bilan Antoni o'rtasida tanlov qilishimizga to'g'ri keldi. Moliyaviy cheklovlar sabab Antoni kutilganidan ancha qimmatga tushardi. Bundan tashqari Premier Liga futbolchisi bizda o'ynab keta olmasa ham uni yana Premier Liga jamoasiga sotib, pulimizni qaytarib olishimiz mumkin edi. Ikkala futbolchini ham juda yaqindan ko'rib chiqdik. Antoni ham, Rafinha ham bizga yoqdi. Antoni juda o'ziga xos futbolchi. Hozir u Betisda ajoyib o'ynayapti. Lekin o'sha paytda butun e'tiborimiz riskni kamaytirishga qaratilgan edi. Agar Niderlandiyadan kelgan futbolchi muvaffaqiyatsiz chiqsa, sarflangan pulni qaytarib olish imkoni yo'q edi.